Mana binoning oldindamiz. Bu yerda to'xtash taqiqlangan degan belgisi bor. Shu yerda bir birat to'xtab turibdi. Borib bu yerda to'xtash mumkin emasligini biroq aytishimiz kerak. Harakat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, qalaysan? Taqiqlangan degan belgi bor, uni mashinasini to'xtatib turibdi. Üstün yigirmasi to'xtash taqiqlangan belgisimi? Üstün yigirmasi to'xtash taqiqlangan belgisi bor, to'g'ri. Belgidan keyin to'xtash taqiqlanadi, budan to'g'ri. Lekin belgi bir o'zi qo'yilsa, akbar akam o'rda 723 degan qo'shimcha axborot belgisi qo'yilgan. To'xtash taqiqlangan belgisining ta'sirini uning oldina qarab ta'sir etkazadi. Keyin sana ko'rsataman, qara. Bu yerda 1/4 yotiq sariq chiziq ham chizilgan buni. 1/4 chizig'i. Chiziq tamom bo'lgan joydan keyin bemalol to'xtashingiz mumkin. Belgi ta'sir etmaydi bu yerda. Belgining oldinda shu sariq chiziqni to'xtash taqiqlaydi. Qaraka qo'shimcha axborot belgisi turibdi deyildi. Agar bir o'zi qo'yilsa, belgidan keyin to'xtash taqiqlanadi. Endi sizlar shu yerdagi o'tadigan joyda yo'lmasang bo'ldi. Belgidan keyin bemalol to'xtashingiz mumkin. Yo'lga ko'pchilik kelib jarimaga tushganlarni eshitganman. Shuning uchun yo'lda hamma yo'l harakati qoidalariga rioya qilib, belgilarga qarab turinglar. Shunday belgilarga ko'p jarima tushgan tanishlaringizga videolarni yuborib qo'yinglar.